sadoqatlarini ko'raylik, yaxshiliklarini eshitaylik, to'ylarini eshitib, mana shunday xursand bo'lib biz mana shu bugungidek bir ancha yoshlarga yosharib, yaxshi kunlarni ko'rib yurish nasib aylasin. Hammalaringga sizlarga tilagim, diydorlaringni har doim ko'rib turinglar, bir-birlaring bilan uchrashib turinglar, to'ylaringga aytib turinglar. Diydorda gap ko'p. Mana shunday kunlarni ko'rsatgan Allohga shukr deymiz. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Baland o'quvchilarim, sobiq o'quvchilarim, avvalambor mana shu tadbirda bugungi kunda izlab turgani uchun Allohga hamdlar aytaman. Mana shu tadbirni tashkillashtirganlarga rahmatlar bo'lsin, Alloh ulardan rozi bo'lsin. O'quvchilarim, avvalambor hammalaringizga sog'lik, salomatlik, hammalaringiz oilangizda ustuni bo'lib, nevaralarga, chegaralarga bosh bo'lganingizlar, doim uchrashganda saflaringizdan xato bo'lmasin, saflaringiz jam bo'lsin. Doim biz sizlar haqida yaxshi fikrlarni eshitib turaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Yuragimda qo'sh qanotim bor. Qo'sh qanotim qo'shiq va sevinch chamanlarga undaydi diyor, turolmasman bir daqiqa tinch. Assalomu alaykum hurmatli aziz ustozlar, ota-onalar. Mana bugun mana shu bazmni uyushtirgan aziz mening jajjigina ilk bora qo'llariga qalam ushlab, ustoz nima qilaylik, nima yozaylik, nima chizaylik deb yonimda yurgan aziz o'quvchilarim, assalomu alaykum. Hozirgi kunda o'zlarining hayot tashvishlari bilan, bola-chaqalari bilan, uyg'ur tashvishlari bilan, o'zlari bo'lib yurgan aziz o'quvchilarim, sizlarga sog'lik, salomatlik, tinchlik, totuvlik, dunyoda nimaga yaxshi bo'lsa sizlarga tilayman. Baxtlaring to'liq bo'lsin. Farzandlaringning kamolini ko'rib, nimaga niyat qilganlarga yetib yurishlarini istab qolaman. Baxt nima u? Davlatmi? Baxt nima u? Savlatmi? Baxt nima u? Shudir baxt, baxtsizlikni yengish baxt. O'quvchilar, ustozlar